Kelaman da. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana aziz birodarlar, sizni bizni dunyodagi barcha shu yaxshi yomon ishlarimizdan keyingi so'nggi oxirgi manzilimiz mana shu Alloh subhanahu va taoloning mana shunday go'zal eng pok dargoh makonlarini mana shu uy joyimizga tashrif beryapmiz. Mana kelingizlar. Bir mazza qilib tomosha qilingizlar. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Mana og'aynilar, mana shu sizni bizni borish keladigan joyimiz. Bu dunyoda shunday bir dunyoku zeb zinnat hay havasga ozcha oshiqib berilib qolganmizda aziz birodarlar. O narsaga berilish u xato, katta xato deb o'ylayman. Shu imkon qadar shu yurming kelgani qilib, shu imkon qadar shu kuchingiz yetganchaga mashinani minib, imkon qadar shu molni ham shu bitta ikkitagina shu quyda turib ishlagani qilib, mana shu hamstyorlarga, aka-uka opa-singillarga, do'stlarga, inota jigarlarga, mana shu vatandagilarga, eldagilarga, kasbdagilarga shu xiyonat qilmay, nomardlik qilmay, shu mardlarcha shu Alloh subhanahu va taolodan qo'rqib, mana shu yerga barib boraman. Shu she'rlarda men qanday javob beraman Alloh subhanahu va taologa? Men manodan pora olsam, manoda men so'ksam, manoni men ro'zg'orimda bil bermasam, arava bermasam hamsalarimga, jigarlarim manarda nochar turadi, men manarda ikkita jintiram bo'lib turib, qanday men shu ikkita jintirani minib yuraman deb bitta fikr qilish kerakda odamzod. Ana shunda odamzodni o dunyosi ham, bu dunyosi ham go'zal kechiribdi. Hozircha oshiqib qolgan mana shu zeb zinati, mana shu hayot havaslarga bo'lgan bandalarda Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytayapti. Oshiqqan bandalarim ishlaring bo'lmasin, meni suygan bandalarim, sizlarda kambag'allikqa ushlaganimdan maqsadim shu bular boylar shu o'zini mana shu zeb zinatini abdarini yuraversin. Ular qabrda har bir qurib qo'ygan qasr uyini kvadrat metrga javob beradi deyapti. Bas deyapti. Deyapti, olib qo'ygan mashinalarini qistasdagi dollarlar, mana sepdagi dollarlarda har bir sentiga deyapti. Har bir tiniga javob beradi qabrda deyapti. Bas deyapti. Astagfirulloh deyapti. Astagfirulloh denglar deyapti. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh denglar-ku deyapti. Qabr azobidan qo'rqinglar deyapti. O ki ta qiyomatgacha bo'lgan azob u eng yomon azob deyapti. Undan 5 bettari bor deyapti. Astagfirulloh. Bas. Do'zax azobi deyapti. Ana ulardan yaratgan o'zi aytayapti, men panoh berayinku, sizlar shundan o'zlaring asraninglar deyapti. Men takagacha sizlarni asrayman, panoh beraman deyapti. Mana sizlarga shuncha mehribon bo'ldim deyapti. Mana sizlarga deyapti, mana deyapti, ob-havolarni osmondan bulutlarni uchirib qo'yib, muallohda deyapti, sizlarga barakalar yog'diryapman deyapti. Sizlarning rizqlaringizni deyapti. Rizqlaringni mana yerdan xohlaganicha deyapti, sanoqsiz mana shunday ne'matlar bilan ne'matlantirib qo'ydim deyapti. Sizlar nima qilyapsizlar deyapti, nima qilyapsizlar deyapti. Sizlarda deb deyapti, bir farishtamdan ayrildim deyapti, Azozildan deyapti. Uni deyapti, Alloh nurdan yaratdim deyapti. Lekin sizlar deyapti, bir qism to'proq balchiq tubidan yaratganman deyapti. Sizlarni mehrim bilan yaratganman. Mehrim bilan yaratib, sizlarda barcha mehrim deyapti. Qani sizlarda menga bo'lgan mehrlaring deyapti. Ertaroq menga deyapti, iymon keltirib, Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mana shu payg'ambarlaring meni rasulimga deyapti. Ertaroq deyapti, salovat aytinglar deyapti. Bu yurish, bu turish, bu yashash nima deyapti? Bu gattakka yaqinlarga qarayapsizlarmi deyapti. Mana bir kunda ikkitalab ta'ziya deyapti, qishloqlarga deyapti. Bundan oldingi 3 talab ta'ziya kuniga deyapti. Shuning uchun deyapti, ko'zlari ochinglar, men sizlarga shuni dars qildim deyapti. Lekin men sizlarga deyapti, shuni dars qilib deyapti, sabab chiqib deyapti, mana shu obid Go'rkovda deyapti, qabristonda shunga deyapti, kallasiga singdirib men gapirtiryapman. Shuni men xohlayapman-ku gapiryapman. Men xohlamasam gapirilmasligi mumkin, qabristonga kelilmasligi mumkin deyapti. Alhamdulillah, mana shu Alloh subhanahu va taoloning guvohligida, mana shu mayitlarning guvohligida mana shunday gapiryapman, yaratgan dargohi qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni insonimizni bersin. Uli qizi
kelini kuyov shu manish aka opa singil manish ina otamiz manish barchalarimizda yaratgan o'zini panohida asrasin. Safarda jiginlarni ham safarlarni bexatar qilsin, topqonlariga barakalar ato etsin. Insofli iymonli qilib qaytarib kelsin. Ilohim men yaratgan ekan barchamizni mana shunday rushd hidoyatda, mana shu kelayotgan ro'za oylarida hammamizni nafsimizni o'zimizga qul qilib berib, mana shu insonimizni berib, iymonimizni mustahkam qilib, shayton vasvasalaridan Alloh subhanahu va taolo o'zi panoh bersin. Hamisha o'zini sajdashda boshimiz mana shu tiyib ko'tarilmaydigan darajada ibodat qilishligimizni nasib qilsin. Mana shu dargohlarga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimalari bilan kelib, o'zini jannatlarda, o'zini dunyodan, bu dunyodan tengi chiroylarini, jamollarini, farishtalarni ko'rishligimizga hammamizga nasib ro'zi aylasin. Allohumma salli va sallim va barik ala sayyidina va maulana Muhammadin va ala alihi va sahbihi adada hurufil Qur'oni harfan harfa va adada kulli harfin alfa alfin va adada sufufil malaikatihi saffan saffa va adada kulli saffin alfa alfin va adada rimali zarratan zarra wa adada kulli zarratin alfa alfi marra wa adada ma ahata bihi ilmuka wa jara bihi kalamuk wa nafaza fihi hukmuka fi barrika wa bahrika wa sa'iri khalqik wa adada ma ahata bihi ilmuka al-qadimu min al-wajibi wal ja'izi wal mustahil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi misla zalik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sağ olunuzlar, salamat olunuzlar.